Bismillah. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Ispay qishlog'i 24-may biz mana shu joyga chiqishni rejalashtirganmiz. Yong'oqzor ichida birinchi to'xtash. Mana hamma o'zini 20 kilo, o'zi eng ko'p yukka meniki shekilli, bir 25 kilo bor. Ya. Ukishnikidan meniki baland mana. Yo, og'irligi. Mana atrof go'zal. Mana shunday yong'oqzorlar. 17-18 bor. Kamida 6 kilolik tent bor. Ko'rib turganingizdek, mana shunday hammada 20 kilogacha yuklar bor. Ayrimlarda undan ko'p. Va buni ham o'ziga xos gashti bor. Hamma yigitlar mana charchagan hammasi. Mana yuklar. Mana Sanjarxon. Omang. Nihoyat mana Pskom tizmasini cho'qqilari ko'rindi. Safarimiz juda ham ajoyib kechyapti. Mana hozir Ispaysoy bo'ylab yuqoriga ko'tarilib ketyapmiz. Hozir borib birinchi ko'prikdan o'tib narsalarni qoldiramiz va o'sha bizning kemping zonamiz bo'ladi. Va undan keyin Ispay tog'iga chiqamiz. Inshaalloh kechqurun mana shu yerda qolib ertaga xohlaganlar Ispay sharsharasiga chiqamiz.
Mana bu tepadagi rosa asalarining uyasini joylagan ekan. Juda zo'r joylarda o'zi ham. Biz esa asta bu yoqqa qarab ko'tarilyapmiz. Kelyapsizlarmi yigitlar? Mana tog'ning o'rtasida o'rab olgan. Nima uchun o'rab olgan? Asalarimikan bular? Asalari. Ayiq. To'ppa-to'g'ri. Ayiq bu yerlarda ko'p bo'ladi va ba'zida ayiq asal yalagani keladi. Shuning uchun mana shunday katta qilib to'sib olgan. Ketdik. Mana ayiqshunos ham biz bilan birga. Pskom tizmasini tog'lari mana shunday ajoyib kesilgan bo'ladi mana. Mana shunday xuddi pichoq bilan kesib qo'yganga o'xshaydi. Mana sekin chiqyapmiz. Ajoyib qoyalar. Faxriddin aka, charchadingizmi? Buyurishim dadam ko'rsamidi deydi-ku. Bolam deyapti. Balo bormi senga? O'tirmaysanmi kechgalarni? Mana shu pishqirib oqayotgan soy biz kelgan tarafda tosh ichiga singib narigi lager qilgan joyimizdan qaytib chiqqan edi. Hozir chap tarafga qarab burilib ketamiz. Ana u joyni qarang. Suv mana shu toshlarning ichidan chiqyapti. Soy bo'lib bu yergacha oqmagan, ana bu yerdan boshlanyapti. Mana shu tepaga qarab ko'tarilishimiz kerak. Mana shunday ko'm-ko'k o'tlar ichida ko'tarilyapmiz. Mana shu go'zal Qizil tog'ning orqasiga o'tishimiz kerak hozir. Bu tarafga. Sharsaraga ham yetib keldik mana. Pskom tog'lari juda ham go'zal ko'rinadi bu yerdan. 2200 og'ir ko'tarilishlar va qarshimizdagi manzara. Pskom tizmasini 3000 metrdan baland cho'qqilari. Go'zal. Mana manzarali dovoniga chiqib oldik va to'g'rida cho'qqimiz ko'rindi. Mana shu cho'qqiga chiqib boramiz hozir inshaalloh. Subhanalloh. Mana bu dovondan ko'rinishning muhtashamligini qarang. Bu yoqda ugon tizmalari, bu yoqda pskom tizmasi, bu yoqda chotqol tizmasi. Bu yerlar haqiqiy Alp o'tloqlari. Atrofda gullar ochilgan. Mana shu yerga chiqib, tushib tepaga chiqamiz. Inshaalloh yarim soatda cho'qqida bo'lamiz. Ochilgan gullarni tomosha qilib, asta cho'qqimizga ham yaqinlashib qoldik. Hozir yana ozgina g'ayrat qilib, yana 100 metr
bundan ziyodroq ko'tarilsak cho'qqida bo'lamiz. Mana bu go'zal manzara uchun ham bu yerga albatta kelish kerak. Subhanalloh. Alloh Alloh. Ne go'zal bir yaratmishlaring bor. Alloh Alloh. Bari go'zal. Bizni cho'qqichamiz ham mana yastanib turibdi. Kela qol deya. Mana bu gulni qarang. Saptalar 2404 metr balandlik va biz Ispay tog'damiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu yergacha 1,5 mingdan balandroq ko'tarilishga to'g'ri keldi. Mana Faxriddin aka kelyapti. Atrof g'oyatda go'zal. Shunaqangi bir panorama ochilar ekanki, alhamdulillah. Bu ham tog'lari. Tomondan Chotqol, tog'lar, tog'lar go'zalligini. Faxriddin aka arzigani, arzigandachi. Shunday go'zal ekan, vaqt borsa lekin arzirkan chiqishga. Qarang, go'zal. Atrofni qarang, atrofni. Subhanalloh. Mana bu yerdan Iskon tizmasini 3000 metrdan baland shoda cho'qqilari ko'rinib turibdi. Mana Chodak, Padar, Devoli Sur, Saroq, Toshkentning 2000 yilligi bu tomonda Amir Temur cho'qqisi Tavalgan ko'rinib turibdi. Bu tomonda esa Ayutor, Axchar cho'qqilari. Qozog'istonni Ugam cho'qqisidagi cho'qqilari. Ugam tizmasidagi cho'qqilari. Subhanalloh, g'oyatda go'zal. Manzara gap bo'lishi kerak. Mana qariyb 8 soatlik safarimiz mana shu yergacha 8 soatda chiqdik. Bu yo'lda juda ko'p dam oldik. Muhammadjon, arziydimi chiqishga? Go'zal-a? Ko'z to'ymaydigan darajada. To'g'risi cho'qqidan tushishda bunaqa go'zal manzaralarni ko'raman deb o'ylamagandim. Atrofni qarang. Alloh taoloning yaratgan mo'jizalarni qarang. Mana shu tog'larni go'zal qilib yaratib bizga taqdim etganini qarang. Subhanalloh, alhamdulillahi robbil alamin. Do'stlar, tog' deganda qanaqa manzara ko'zda tutiladi desa, shu manzarani ko'rsataverasiz. Mana shu haqiqiy tog' manzarasi, haqiqiy tog' o'tlog'i. Bu yerlarga chorva tushmaganning hisobiga mana shunday yashnab turibdi. Haqiqiy bir go'zal. Buni haligi odamlar
Yevropa, Italiya, Avstriya, Shvetsariyaga borib manzaralarni o deyshadi. Lekin bizda ham o deydigan manzaralar yetarlicha. Albatta imkon qadar kelib bularni ko'rish kerak. Mana shunday o'tloqlar bag'rida qancha yursang ham charchamaysan odam. Lekin bu o'tloqqa kelish uchun juda katta bir mashaqqatni ham bosib o'tganimizni aytib o'tish joiz. Uzoqda cho'qqimiz qoldi. Manzarali dovoni, yigitlar, quyosh va biz asta pastga tushib ketyapmiz. Qalay yigitlar, tushmazdami? Tushmazda aka. Yugurib tushyapmiz-ku. Tog'da mana shunday so'qmoqni borligi ham katta ne'matda. Aks holda mana shunday changalzorlar ichidan yurishimizga to'g'ri kelardi. Mana bu qatlamlar xuddi beton quyib qo'yganga o'xshaydi. Aslida bu lavaning qoldiqlari. Mana shu joyga tushib ketamiz hozir. Boshqa yo'lda, bu tarafda. Yo'lda yomg'ir yog'ib qolsa, mana shu yerda pana qilish mumkin o'zini. Mana do'stim Rahimjon biz uchun kaboblarni qiyshaytiryaptilar. Mana kaboblar hozir jizg'anak bo'lib meni ye deydi. Bu yerda esa boshiga yetdingiz. Ha, mayli kapalay, o'zi umri bir kunlik xolos. Mana yigitlar Ketsa kerak, bular qolib ketmas. chodirlar tikilgan. Yigitlar mana olov atrofida gurungni qizitishmoqda. Hayot. Qalay endi? Yigitlar, charchamayapsizlarmi? Olov zo'r-ku, olov, ha? Vashshe-ku. Mana yana kaboblarimiz jizg'anak bo'lmoqda. Shekilli. Mana yangi mehmonlar keldi kech kirganda. Endi kelinglar. G'ayrat qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana yangi mehmonlar kelishdi. Kech kirganda. Fahriddin aka, bugungi safarlar qanaqa bo'ldi aka? Bu safarlar endi gap yo'q. Ayniqsa hozir endi kechasi mayda qolib, salqinda Guliqonni atrofida o'tirib suhbatlashishga hech yetmaydi. Men uyqularga ketib charchadik, lekin ana suhbatdan nima? Sanjarxon, charchab qolmadinglarmi? Sanjar ishlayotgan narsalar ko'rsangiz borku. Nima qilyapsiz Sanjarxon? Mashvalloh pishiryapti. Boshqa ishingiz yo'qmi? Shashlik pishiring undan ko'ra. Ustasi bor shashlik. Mana tong ham otdi. Hozir lagerimiz bilan tanishtiraman. Mana bu yerda
ikkita palatka. O'tinlarimiz. Mana bu yerda. Naryoqda yana 4 ta palatka. Mana kimdir gamakda yastanmoqda. Ha bu yoqda уже bu yoqda esa faoliyatini boshlab yuborishibdi. Aka kofe berek, kofe tayyor. Nasılsın? Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi yigitlar? Kofe tayyor, kofe deganmiz. Guruhni ba'zi a'zolari ertalabda Sharsaraga chiqib kelishdi. Biz esa sekin hozir yo'lga chiqyapmiz. Mana biz guruhimizning eng kichik a'zolaridan biri Abdurahmon. Abdurahmon kechqurun qo'rqmadingmi? Yo'q, kechqurun. Bo'ri keldi-yu. Ko'rgandim. Ko'rmadingmi? Ovozini ham eshitmadingmi? Hozir qayerga boramiz hozir? Hozir Sharsaraga. Sharsaraga borasanmi? Ha, Yo'l boshlaysanmi yo Abdurahmon boshlasinmi? albatta. Abdurahim? Qaliza? Yaxshi. Yaxshi uxladingmi? Ha, Yoqdimi? Ha? Sharsaraga boramizmi? Sharsaraga. Tayog'ing qani? Nima? Tayog'ing qani? Tayoq. Hozir yana ketamiz. Yaxshi. O'tib ketamiz hammasidan, ha? Akendan ham o'tamizmi, o'tmaymizmi? O'tamiz. Tamom. Ketdi. Abdurahmon qalay ketotdi? Yaxshi. Yaxshi ketotdimi? Yurasizlarmi? Charchamadingmi? Yo'q. Abdurahim qanaqa ketotdi? Yaxshimi? Yaxshi. Qiyin emasmi? Malades bolalarga, malades. Okalaymiz. Ha, 11 bu 9. 9 yoshlar. Abdurahim, charchamayapsanmi o'g'lim? Yo'q. Abdurahmon, yurdik. Yurdik Abdulaziz. Abdurahmon, charchamadingmi? Abdulaziz yomon charchabsan, ha? Chiqaveringlar. Mana ota bolalar buyuk daryolarni, tog'larni fonida rasmga tushmoqda. Ispay soyining asosiy irmog'i va Pskom tog'lari. Birinchi Sharshara, kichik Sharshara ya'ni.